Bu bankskiy domlarni maqtashga hojatni o'zi yo'q-da. Xalq sinovidan desangiz, xalq sinovidan o'tib bo'lgan. 4 xonali, kvadraturasi ham kichkina emas. 145 kvadrat metr. Mehmonxona qismini qarang kattaligini. Endi bilmayman 5 metrga 6 metrmi, 6 metrga 6 metrmi. Mana bu joyda kattagina balkonimiz bor. Stol zonasini qo'yib qo'yishgan ekan bu uyda egalari. Agar bu xonadonni olib remont qilib oladigan bo'lsangiz, вообще shikolat uy bo'ladi. Hamma xonalarimiz razdelli. Mana shu koridor orqali alohida kiriladi. Mana bu joyda esa kattagina oshxonamiz joylashgan. Endi bu oshxonani remont qilib kiradigan bo'lsangiz bilasizmi, qanaqa chiroyli ko'rinadi. Potoloklari ham balandgina joylashgan. Mana bu joyimizda balkonimizning yarmi qismi joylashgan, gaz, xolodilniklarni joylashtirilgan ekan. Plus qo'shimchasiga mana bu podest tomonda kladovka sifat kattagina joyda qo'shib olishgan ekan. Xo'p, bu yog'imizda tashqariga chiqish asosiy eshigimiz va bu yoqda bitta detskiy yotoqxonamiz joylashgan. O'zingizlar ko'rib o'tib ketasizlar. Sanuzellarimiz razdelli joylashgan va mana bu joyda yana bitta detskiy yotoqxonamiz joylashgan. Hamma xonalari katta joylashgan va bu yoqda kattalar yotoqxonasini ko'rishinglar mumkin. Kenggina. Xo'p, manzilimizga keladigan bo'lsak, shundoqqina Novza metro, Novza masjidini orqa tomonida joylashgan. Agar sentr joyda bo'lsin, metro, bog'cha, maktab, hamma qulayliklari xullas kalom bor. Xo'p, 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan 145 kvadrat metrga joylashgan xonadonimiz 165 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsioniyada egalarining nomerini qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.